Assalomu alaykum. Xudo xohlasa, tabiiy nur korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan lola fasonimiz, kreslo fason, deko va tuxum keçirilamiz. Dastavka jarayonlari. Bularimiz Surxondaryo va dastavkasi O'zbekiston bo'yicha manzilingizgacha bepul yetkazib beramiz. Lola fasonlarimizda bukilgan jo'tlarni zavodskiy apparatda bukamiz, sindirmasdan. Kraskalar ham Turkiyani poрошkoga qirilmaydigan yaxshi kraska ko'rib tursiz. Hammasi karashnoy deysizmi, boshqa rangni istagandan tayyorlab berilaveradi. O'zbekiston bo'yicha manzilingizgacha ham bepul yetkazib beramiz. Hollari ikkitali bo'ladi. Tepada oynalik bo'ladi. Oyna ham eng full variantda kalyon oyna bo'ladi va pastda qo'shimcha stol va pastdagi ham bemalol non, choy, qanat, qurus, mayda juda mahsulotlar qo'yishingiz mumkin. 4 talik, 6 talik, 8 talik hammasidan bor. Butun O'zbekiston bo'yicha manzilingizgacha bepul yetkazib beramiz. Bu yerda kraskaga tayyorlanish jarayonlari ko'rib turibsiz inshaalloh. Barcha mahsulotlarimiz O'zbekistonning qatidan bo'lishingizdan qat'iy nazar manzilingizgacha bepulga tekin yetkazib beramiz. Bunaqa qulaylik faqatgina Tabiiy nur korxonasida. Bular turbalarimiz ham sinalari yaxshi inshaalloh. O'zbekiston bo'yicha bularni kreslo, lola hammasini yetkazib beramiz. İnşallah bir ona telefon qilib buyurtma berishingiz mumkin. Nomerlarimiz 91lik 899 29 93 nomerga telefon qilib buyurtma berishingiz mumkin. Bu videomizga ham bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yarsiz. Xudo xohlasa, yaxshi kunda, yaxshi soatda inshaalloh manzilingizgacha yetkazib beramiz. Bularni ko'rib turibsiz inshaalloh. Kantachkada qilingan, oddiy sverkada emas, kantachkaga qilamiz. Turba sinsa sinadiki, atak mana bu sverkadan, ya'ni kantachka qilingan joydan qo'yib yubormaydi. Stulni o'zini olsangiz ham yoki stolni o'zini olsangiz ham manzilingizgacha yetkazib beriladi. Ko'rib tursiz, oynasini aytganimdek, kalyon oyna bo'ladi. Mana qirlari o'ldirilgan, ya'ni oyna qo'lingiz bilan bemalol yetsangiz ham qo'lingizni qirqib qo'ymaydi. Oynalar o'sha aytganimiz eng full variantdagi kalyon oyna bo'ladi.